Boydan beri shu bolani mashinaga o'tirib ketishini poylab turibman. Oyim uyqda ekanlar. Nega sovqotganlar ketkazib yubordingmi? Ha? Necha yoshsan sen? 7 yoshman. 200 ming ishlab uyga ketaman-da. Onam kasal. Qani gap? Talaqdoyim. Burning yaxlab qolgan. Qulog'ing ham yaxlab qolgan. Qani qo'lingni ber. Qo'ling вообще yaxlab qolgan ukajonim. Hozir nech pul topsang ketasan uyingga? 200 ming topsam uyga ketaman. Nech pul ishlading? Mana. 10, 25. Hozir 25 ming ishlading. Meni ko'rganimsa meni taniysanmi? Restoran ochganman. Bitta va'da bersang, men senga 200 ming beraman. Ne? Va'da. Boshqa 12 dan keyin ko'chaga chiqmaysan. Sovuq qara. Ha, 12 dan keyin ko'chaga chiqmayman. Va'dami? Men 200 ming senga. Faqat hozir uyga ketasan. Ha, bo'ladi. Xo'p? Ne? Bu mengami? Ha? Bu qo'g'irchoq shachon unutmayman. Kiyimlaring kir bo'lib ketibdi-yu. Yiqilim ne boya? Qat'iy yiqilding. Ana yerda marusini oldida. Joningni yaxshi ko'rasanmi? Ha, juda yaxshi ko'raman. Unga taksi chaqirib uyga ketkazaman. Men oyi o'zim ishlayman deyman. Ojoningni ishlatsang nima bo'ladi? Oyijonimni ishlatsam yomon ish bo'ladi. Yaxshi ish bo'lmaydi. Hozir necha pul bo'ldi puling? 200 ming, Ha? 10 ming, 20 ming, 220 ming. 220 ming, ha? Endi to'g'ri qayerga ketasan? Uyga. Men seni qayerdan topsam bo'ladi keyin? Nomering bormi? Uzumimda yashayman. Uzbomdami? Uzbomga ketasanmi hozir? Ha? Hozir Sergelida san bilasanmi? Uzbomga taksi to'xtatib ketaman deb tushunasizlarmi? Bizaga Obuna bo'l. like bosib qo'yish. Bilasizlarmi? Har bitta bolani orzusi bo'ladi, bolaligi bo'ladi, hayoti bo'ladi. Bola bo'lib yashagisi keladi. Ishoning, bolaning bolaligini o'g'irlamang.